Allah Teala aytadiki, Estaiz billah, "Men amila salihan min zakarin aw unsa ve huve mu'minun felenuhyiyennehu hayaten tayyibe ve lenecziyennehum ecrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Yani erkek mi ayol mi deydi Allah Teala. Erkek mi ayol mi, kimda kim mu'min bo'lgan holida bir solih amal qiladigan bo'lsa, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Allah aytayaptiki, biz unga eng yaxshi go'zal hayotni beramiz va go'zal amallari barobaridagi mukofot bilan ularni taqdirlaymiz deydi Alloh taolo. Mana shu oyat karimadagi hayatan tayyiba, Alloh taolo aytayaptiki, go'zal, saodatli bir hayotni beramiz deyapti. Abdullah ibn Abbos, Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhumlar, Hasanul Basri rahmatullohi alayh mana shu oyat karimadagi hayatan tayyiba, yoqimli hayotdan murod qanoat degan ekanlar. Ya'ni bu dunyoda erkak bo'lsin, ayol bo'lsin, bir solih amal qiladigan bo'lsa, Alloh taolo aytayaptiki, mana shu qilgan yaxshi amali sababli unga go'zal hayotni, yoqimli hayotni beramiz. Bu nima desa, qanoat. Chunki insonni hayoti qachon baxtli bo'ladi? Qachon qanoatli bo'lsak azizlar. Qachon Allohning qadariga rozi bo'lsak, shunda hayotimiz baxtli bo'ladi. Ungacha haqiqiy bu hayotni baxtini his qilmaymiz. Faqat rozilik bizni ana shu maqomga olib boradi. Aytdik, agar insonda qanoat bo'lmasa, dunyoni boyligi bo'lsa ham u Allohdan rozi bo'lmaydi unda inson. Va hech qachon bu hayotda baxtli, saodatli, xotirjam hayot kechira olmaydi. Ana shuning uchun qanoatli bo'lishimiz kerak. Allohni har bir qadariga rozi bo'lishimiz kerak.